O'zbekiston hududida ko'pchilik 70-80% insonlar nima xohlashini bilishmaydi. Chunki vaqtida xalaqit berishgan. Uni qilma, borma, yirtma, chizma, xullas nima qilmoqchi bo'lgan paytda bostirib qilishmagan. Hattoki o'zi xohlagan kasbini tanlab izga ham kira olmagan. Yo'q, doktor bo'lish yaxshiroq dizaynerlikdan ko'ra. Shuning uchun insonlar o'zini nima xohlashini aniqlaymaydigan va hissiyotlari o'chib qolgan. Bu hissiyotlar bilan zo'r yechim bor, raqs terapiyada bu narsa yechiladi. Inshaalloh bu narsani yana ham targ'ib qilaman yoki psixolog oldiga borishingiz kerak bo'ladi va hissiyotlaringizni anglab olishingiz kerak. Hissiyotlar bizni nima xohlashimizni ko'rsatib beradigan eng zo'r instrument va din tarafga ketadigan bo'lsak, Alloh biz bilan hissiyotlar orqali gaplashadi. Agar uni eshita oladigan bo'lsak, nima xohlashimiz, nima qilishimiz, qanday yo'ldan yurishimizni hammasini aytadi